Assalomu alaykum. Fitodiabet kompaniyasi rahbariyati. Men Hoji Mirzayev Shuhratjon. 2019-yildan beri qandli diabet bilan kasallanganman. Har xil dorilar ichdim, cho'ta turaman больницada, foydasi bo'lmadi. 1-mart kuni zakaz qildim, olib kelib berishdi mana. Men fitodiabetni damlamasini 10 kun ichdim. Hozircha 10 kun ichida 26 dan endi avvalo xudo 5,5 ga tushdi. Bu yolg'on emas. Men bu kompaniyadan bir foyda ko'rganim ham yo'q, boshqa narsa bir umid qilganim ham yo'q, lekin meni sog'ligim uchun o'ta minnatdorman bu kompaniyadan. Haqiqatan ham to'g'ri ekan, rost ekan. Ko'pchilik ichyapti, foydalanyapti. Umringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa ishlarni to'xtatmaydi. Men 1000 marta roziman sotib olganimga bu narsani. Saxirim 5,5 ga tushdi. Rahmat sizlarga.